Vaqt. Bu bizning hayotimizning eng katta boyligi. Lekin ko'pincha biz uni qadrlamaymiz. O'tgan bir soniya, bir daqiqa, bir soat ortga aslo qaytmaydi. Vaqt har bir inson uchun adolatli. Chunki hammaning kunida 24 soat mavjud. Ammo bu vaqtni kim qanday ishlatadi? Bu insonning kelajagini belgilaydi. Hayot juda qisqa, lekin biz uni to'g'ri boshqara olsak, o'z orzularimizni ro'yobga chiqarishga yetarli. Bugun sizni vaqt haqida chuqurroq o'ylashga undamoqchiman. Vaqtning qiymatini tushunish uchun hayotdan kichik misollar keltiraylik. Bir talabaga 1 soat, 1 daqiqa imtihon uchun katta ahamiyatga ega. Bir sportchi uchun esa 1 soniya medalni boy berishi yoki g'olib bo'lish uchun yetarli bo'lishi mumkin. Shunday ekan, vaqtning har bir daqiqasi hayotimizdagi oltin imkoniyatdir. O'zimizdan so'raylik, vaqtni qanday sarflayapmiz? Buni his qilish uchun esa quyidagi hikmatni eslab ko'raylik. Vaqtni qadriga yetmagan inson pulning ham qadriga yetmaydi. Bu dunyoda vaqtni boshqarishni biladiganlar muvaffaqiyatga erishadi. Masalan, Bill Gates, Elon Musk kabi buyuk insonlar hayotida vaqtni qanday rejalashtirish muhim o'rin tutishini o'ylab ko'ring. Biroq, aksariyat hollarda vaqtdan to'g'ri foydalanmaymiz. Ko'pincha vaqtimizni quyidagicha behuda sarflaymiz. Ijtimoiy tarmoqlar va keraksiz videolarni tomosha qilish, rejasiz ish yuritish va qimmatli vaqtni yo'qotish, muammolarni ertaga qoldirib kechiktirish. Bu esa o'z navbatida quyidagi muammolarni keltirib chiqaradi. Kerakli ishlarni tugata olmaslik, stress va vaqt yetmasligi hissi, hayot maqsadlaridan chetga chiqish. Shunday ekan, vaqtni boshqarishni o'rganish biz uchun nihoyatda zarur. Vaqtni qadrlash va uni to'g'ri boshqarish uchun quyidagi oddiy, ammo samarali odatlarni o'zlashtiring. Birinchi, rejalashtirish. Har kuni ertalab yoki kechqurun bajaradigan ishlaringiz ro'yxatini tuzing. Ishlarni ustuvorlik bo'yicha ajrating. Ikkinchi, Pomodoro texnikasi. 25 daqiqa ishlang va 5 daqiqa dam oling. Bu usul ishlash samaradorligini oshiradi. Uchinchi, telefon va ijtimoiy tarmoqlarni cheklash. Vaqt o'g'rilaridan voz keching. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish vaqtini chegaralang va faqat muhim maqsadlar uchun ishlating. To'rtinchi, kichik qadamlar qo'ying. Har bir katta ish kichik qadamlar bilan boshlanadi. Bir vaqtning o'zida bir ishni bajaring va uni tugatgandan keyingina yangi ishni boshlang. Uchinchi, sog'lom hayot tarzini tanlang. Sog'lom uyqu, to'g'ri ovqatlanish va muntazam jismoniy faollik vaqtni samarali boshqarishga yordam beradi. Sog'lom odam ko'proq ishni bajarishga qodir. Oltinchi, yo'q deyishni o'rganing. Har bir taklif yoki so'rovga ha demang. O'z maqsadlaringizga mos kelmaydigan narsalardan voz keching. Vaqtni to'g'ri boshqarish muvaffaqiyatning kalitidir. Muvaffaqiyatli odamlarning aksariyati kunini qat'iy rejalar asosida o'tkazadi va har bir daqiqasini foydali ishga sarflashga harakat qiladi. Masalan, Mark Twain aytganidek, har bir kuningizni eng qiyin vazifadan boshlang. Shunda qolgan kuningiz yengil o'tadi. Bu tamoyil hayotimizdagi qiyinchiliklarni yengib o'tishda yordam beradi va vaqtni boshqarishni osonlashtiradi. Buni quyidagicha o'ylab ko'ring. Siz bugun boshingizdan o'tgan vaqtni o'zingizni orzularingizga yaqinlashish uchun ishlatdingizmi yoki u shunchaki yo'qoldi? Agar vaqtingizdan unumli foydalanmasangiz, ertaga afsuslanishingiz mumkin. Vaqtni boshqarish nafaqat samarali ishlash, balki hayotdan zavq olishni ham anglatadi. Siz vaqtni rejalashtirish orqali nafaqat maqsadlaringizga erishasiz, balki ko'proq bo'sh vaqtga ega bo'lasiz va o'zingizga yaqin insonlarga ko'proq vaqt ajrata olasiz.
Ertangi kunga ortiqcha ishlarni qoldirmang. Hayotingizni bugundan boshlang. Vaqtingizni qadrlang va uni eng yaxshi tarzda boshqaring. Chunki vaqt qaytarilmaydigan boylik.